Hop, bugun trend olamiz. Trendimiz kelin haqida fikringiz. Savol beraman. Qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri o'zbekchilik qadriyatlaridan kelib chiqib javob berasizlar. Hop. Kelin soat 10da tursa. Shunaqa o'rnida turadi. Tursa kechqurun yaxshi uxlamagan bo'ladi. Bolasi bo'lmasa, yangi kelin bo'lsa-chi? Yangi kelin bo'lsa, yanlış uxlab qolgan bo'ladi. Har kun uxlamaydi-ku ungacha. Kelin ovqat qilishni bilmasa. Hali ham bilmaydi. Ovqat qilishni. Bitta suv ovqatni mastavami, Moskvada qiladi, tamom. Shu bilan Uy ishlarida xotiniga yordam bersa, kelinga yordam bersa. Kelinga yordam bersa, bu jahl chiqadigan bir anaqa ish emas. Oila bu birdamlik. Kelin ishlasa yoki o'qisa. bizning ikki qizni dangasa. Ishlasa ham, o'qisa o'zini kelajagi uchun. Ota-ona baribir yordam berish kerak. Ishlarni yaxshi qila olmasa, chala qilsa. Chala qilsa o'rganadi. Keyin gapiriladi, keyin joyiga tushib ketadi. Hozir ekrandan olib bir atrofni ko'rsataymi? Uyiga narsa olib kirib bekitib yesa. Bu yomon odat. Shunaqa bo'lsa, har bir odamning ham jahli chiqadi. Oila Birdamlikda. hamma narsa birdamlik o'rtada bo'lishi kerak. Sochini kalta qilib kesib, blantinkaga bo'yab kelsa, hech kimga yetmasdan. Yo, unda albatta jahlimiz chiqadi. Uyni ko'rsataveraman. Doimiy ovqatni sho'r qilsa. Keyingi safar tuzni solmay qo'ya qolish kerak. Unda men och qolar ekanman. Haftada bir marta ota-onasinikiga ko'rishib ketsa. Har hafta uyga borsa, albatta odamning jahli chiqadi. Chunki unda bu uydagi mehr bo'linadi. Shuning uchun qancha kam uyiga borsa, yashayotgan uyiga shuncha mehr ko'payadi. Shuni kelinlar quloqda bo'lish kerak. Birga savol. Baxtli oila siri nimada? Birini tushunishda, narsani birdamlikda qilishda. Oila bu hayot, bu kurash. Shu kurashdan yengib chiqqan odam baxtli, saodatli bo'ladi albatta. Bir-biriga hurmatda bo'lishi aniq. Chunki birdamlikda katta gap bor. Men qo'shilaman. Shuning uchun bu hayot. Hayotda har narsa bo'ladi. Har narsani kechib o'tgan odam yaxshi yashab ketadi. 10 yildan o'tgan odam baxtli bo'ladi.